Yo, mazani endi maza qilib borib baliq tutib kelaman. Barchaga assalomu alaykum. Sizlar bilan yana Jo'xa va yangi videoga xush kelibsizlar. Obunachilar, xullas men hozir ko'lga ketyapman baliq tutgani. Baliqni nima qilasan Jo'xa deb savol beradiganlar ham bo'lishi mumkin oranglarda. Nima qilish mumkin baliqda? Olib boramanda baliq bilan futbol o'ynaymiz birga. Kanishni baliqni qovurib yeydi yoki akvariumga solib qo'yishim mumkin. Xullas shunaqa nimadirlar qilaman. Stop, bu yerda mashinami? Kimdir mashinasini ko'l bo'yiga tashlab ketganmi nima balo? G'alati. Rostdan ham kimdir shu yerga tashlab ketibdi. Atrofida qanaqadir qizil rang to'kib ketganmi bilmayman. Mayli, hozir saldan keyin borsam ham bo'ladi o'sha tomonga. Lekin hozir baliq tutishga kelganman. Lekin o'tga qiziqib ketyapman. Nima bor ekan u yerda? Mayli, hozir 1 minut u sigir cho'milyapti. Mayli, lekin suv rasvo qilyapti-da. Mayli, hech narsa qilmaydi. U baliqlar aylanyapti atrofda. Bittasi keldi, ana keldi. Yo, yaxshi. Qanaqani? O, malades baliq. Gap yo'q, sen zo'rsan. Senga gap so'z bo'lishi mumkin emas. Lekin mana shu mashina meni juda ham qiziqtirib qo'ydi. Nimasi bor ekan? Nimaga bu yerga qoldirib ketdi? Kimdir avariya bo'lganmi? Atrofida qizil qanaqadir g'alati narsalar bor. Bilmayman, balki kimdir kraska to'kib ketgandir atrofiga. Ya'ni mashinani bo'yamoqchi bo'lgan bo'lsa qizil rangga. Shunaqa qilgan bilmayman. Xo'p, ovoz chiqarmay turishim kerak iloji boricha. Baliqlar mendan qo'rqyapti. Ovoz chiqarmay tursam, ana keldi, ko'rdinglarmi? Yo, dahshat. O, chotga yaxshi. Ana endi yana bir ikkita tutishim kerak. No, ko'proq tutib borsam maza qilib qovurib yeb o'tiraman yoki olib chiqib do'konga sotsam ham bo'ladi. Agar do'konchida baliqlar tugagan bo'lsa juda ham soz bo'lar edi. Endi esa men o'sha mashinani yoniga bir borayinchi, balki egasi bordir, buzilib qolgandir, buzilgan bo'lsa sozlab o'tirgandir. Lekin qanaqadir g'alati mashina ekan, ko'k menimcha. To'xtanglar, politsiyachining mashinasiga o'xshadimi? Nahotki politsiyachi mashinasi buzilib qolgan bo'lsa yoki avariya bo'lgan bo'lsa, yo bo'lishi mumkin emas. Politsiyachilarda axir avariya bo'lishi juda ham mantiqqa zid narsa. Sababi ular juda ham yaxshi haydaydi, tushunmadim. Atroflar qon bo'lib o'tibdimi? Rostdan ham avariya bo'lganga o'xshayapti. Yo'q, lekin tushunarsiz, juda ham tushunarsiz. Qaranglar. Hamma yo'q, qorong'u o'rmon. Bu yerda esa bu mashina qayerdan kelib qolgan? Yo'l yo'q qiziq bu yoqda. Oho, qonlarni qaranglar. Nahotki avariya bo'lgan rostdan ham DPSmi, PPSmi, qarochi shunaqa. Mana bu o'to'lanlarni qayerga qo'ysam ekan, mayli shu atrofda tura qolsin. Egasi yo'q-ku mashinani yoki chiqib ketganmikan? Agar qattiq avariya bo'lgan bo'lsa, o'lgan bo'lish kerak edi. Lekin bu yerda hech qanaqangi o'ylagan boshqa narsa ham yo'q. Buni hozir rasmga tushirib olayin, olib borib politsiyachilarga ko'rsataman. Qishlog'imizda politsiya ofisi bor, ochilgan yangi. O'shanga olib borib ko'rsataman. Tak bu yog'ini ham olaman. Bo'ldi. Ana endi hozir politsiyachilarga olib borib ko'rsatganim ma'qul. Bilmayman qayerdan kelib qolgan, kim tashab ketgan bu yerga, hayronman. Bo'z suvga tushib ketdim, tezroq chiqmasam bo'lmaydi. Tezroq suvdan chiqib olsam bir amallab yaxshi. Bo'ldi, endi chotga. Xo'p, mana shu yerdan tez o'tib ketolamanmikan? Xo'p, qaranglar, yana tushib ketdim. Tushmaslikka maksimal harakat qilyapman-ku, lekin baribir tushib ketdim. No, maksimalni tushmasdan yetib olmoqchi edim. Baribir omadsizlik, juda ham omadsizlik. Xo'p, men endi qayerga sakraymiz? O'rtaga bitta qo'yaman. Hoppa. Qani, tushib ketdim. Mayli, hech narsa qilmaydi. Bir cho'milib oldim, toza bo'ldim mana endi. O'zi ko'p yurganimga ustim chang bo'lib ketgandi, yaxshi top-toza bo'lib oldim. Ana endi gapirmasdan kutib turish kerak baliqlarning kelishini. Lekin birorta ham baliq ko'rinmayapti. Baliqlarga balandroq gapirsa balki kelar. Baliqlar kelib qo'linglar, olib qo'linglar. Mana qarmog'im bor. Qarmog'imda lekin chuvalchang ham hech balo yo'q. O'zim sirni fosh qilyapman-ku, bular keyin kelmay qoladi bu gapni eshitgandan keyin. Hazillashdim, mana chuvalchangi bor, dahshat yeguliklari bor, kelib qo'linglar. Keldi, ko'ryapsizlarmi? Aldaganimga ishondi. Yo'q, bo'ldi. Voy, baliq emas-ku bu. Suv chiqdi. Suvdan suv chiqdi. Yo'q, dahshat. G'irt omadsizman bu borku. Bugun umuman omadsizlik bo'ldi, ko'ryapsizlar. Suvni ustidan ham normal yurib o'tolmadim. Mana bu qarmoq bilan butulka tutib oldim. Butulka nima? Qanday butulka tutib olish mumkin? G'alati, vobshe g'alati. Tak hozir birinchi o'rinda mana polzekinlarni birdan yig'ishtirib olsam, janob merga hosillarni ham berib ketardim. Politsiyachiga borib xabar ham berardim birdaniga. Qayerdan kelib qolganiga hayronman u mashinani. Lekin u yoqda yo'l yo'qda, o'rmon ichida yo'l bo'lganda ham kimdir tashab ketganini aniqlashtirsa bo'lardi. Lekin hech qanaqa yo'l ham, boshqa narsa ham yo'q u yoqda. Tak hozir mana bu ikkita qolib ketgan narsalarni, ya'ni bug'doy va sabzini ham oldim. Endi bularni qaytadan ekib chiqish kerak. Hosil menimcha yaxshi bo'lyapti. Sababi hozir yoz, kun issiq, quyosh chiqib turadi doim. Suv yetkazib tursam bo'lgani, suv qurib qolyapti ba'zi, chunki kun issiq bo'lgani uchun ham issiq ta'sirida suv qurib qolyapti-da.
O'sha narsalarni ham hal qilib yuborsam, menimcha cho'tki bo'ladi hammasi keyin. Xo'p, mana bu tomonga endi kartoshkalarni ekib yuboraman. Va shu bilan olam guliston tayyor. Mana va mana cho'tki. Hozir hosillar uyga kiritib qo'yaymikan yo janob merga borib beraymikan? O'ylanib qoldim. Mayli, hozir uyga kiritib qo'yib qo'yayin. Keyin olib borib bersam ham bo'laveradi. No, birdaniga olib borib berib kelsam ham bo'lar ekan o'zi aslida. Xo'p, birdaniga olib borib berib kelaman yaxshisi. Pul-mullarimni ham bu yerda olib qo'yishim kerak. Qarmoqni keragi yo'q, ketmonni keragi yo'q, pullarni ham bu yerga keragi yo'q. No, men pul bilan ketmon joyini almashtirib qo'ysam, hamchi takoy tursa kerak. Xo'p, mana endi cho'tki bo'ldi. Xo'p, birato'la hamma soliqlar to'lib kelaman janob merga borib. Anchagina soliq yig'ilib qolgan. Bilmayman, bir hafta bo'lib ketdimi soliqlarni to'lamaganimga, ancha payt bo'lib ketdi-da xullas. Xo'p, ana endi janob merning yoniga kelaman. Janob mer, assalomu alaykum. Va alaykum assalom. Va cho'a, qalaysan? Rahmat, o'zingiz yaxshimisiz? Bo'ladi. Soliqlarni olib kelgandim. Ko'rdim. Har doimgidek tartibli qilib taqla. Aha, mayli. Tak, no, har xil qilib taqlasam nima bo'ladi? Har xil qilib taqlasang farosatsiz bo'lasan. Tushunali. Mayli janob, hozir hammasini tartibli qilib, chiroyli qilib taqlab chiqaman. No, taqlash biroz qiyin-da, janob mer. Nimasi qiyin? Oson, tezroq taqlab chiq. Mayli, hozir bir amallab yuboraman. Tak, mana va mana kay. Bo'ladimi janob mer? Bo'ladi. Mana ularni ham joyini shunday almashtirib yuborsam, yana qaysi qoldi? Menimcha mana bu bo'pti, qarochi. Mayli, bo'pti. Pulingni oldingmi? Yo'q, pul olganman, baliq tutib kelgandim. Qovurib yeng mana uni. Mayli. Sudni nima qilaman? Sudni nima qiladi? Ichiladi kanishni. Men bir stak oldim pul. Bo'pti, janob mer. Mayli, boraver. Ish yo'q menga? Yo'q, hozircha. Bo'pti. Endi politsiya idorasiga borib, ana mashinani rasmini ko'rsatishim kerak janob politsiyachiga. Qayerdan kelib qolgan, kim tashab ketgan, avariya bo'lganmi, nima bo'lgan, aniqlash kerak albatta. Assalomu alaykum janob politsiyachi. Va alaykum assalom. Qalaysan, Jo'xa? Yaxshi, o'zim yaxshimisiz? Bo'ladi. Nima gap? Qarochi, hozir telefon qarang, mana bu rasmlarni ko'ringchi. Hozir tak. Bu mashina qayerda ekan? Ko'lning narigi tomonida turgan ekan. Kim tashab ketibdi? Bilmayman, o'shani sizdan so'ramoqchi edim. Yo'q, rostdan ham kimdir tashab ketganga o'xshayapti. Mayli, hozir aniqlaymiz borib. Tezlashing faqat, chunki juda ham g'alati ko'rinishda turibdi mashina. Atrofida qonlar bor, ko'ryapsizmi rasmini? Ko'rdim. Hozir boramiz, sabr qilib tur. Mayli, tezlashing faqat. Ketdik, davay. Eshikni yopib bor. Yopdim. Qaysi tomonda? Ortimdan keling, ko'rsataman. Xo'p. Qani, qaysi tomonga yuramiz? Kelaveringchi qani? Ko'l tomonga borish kerak. Ko'lning narigi tomonida turgan ekan. Qanday topding u mashinani sen? Qarochi, baliq tutishga borgandim ertalab. Keyin bordimda baliqni tutib turib, keyin shunday qarasam, o'sha yerda turibdi. Sen o'zing etib tashamadingmi ish qilib? Yo'q, men qayerdan etib tashlayman? O'zim etib tashlasam sizga kelib ko'rsatmasam kerak. Bu ham to'g'ri, lekin. To'g'ri bo'lgandan keyin to'g'ri bo'ladi-da. Xo'p, mayli, yuraverchi, hozir ko'ramiz-da, aniqlashtiramiz kimniki ekanligini. Menimcha mashina sizdan bo'lsa kerak. Yo'q, meni mashina ofisimda oldida turibdi-yu. Serios, gelik menasmi? Gelik. Politsiyachilarga qachondan boshlab gelik berilyapti? Menga ular bermagan, o'zim sotib olganman. Ular bergan mashina menimcha mana shu bo'lsa kerak. Menga bergan mashinalarni adashmasam 1-2 kun oldin yo'qotib qo'ygandim. Demak, o'sha mashina shu. Balki shu bo'lishi mumkin. Kim o'g'irlab ketganini aniqlashtirish kerak. To'g'ri. Mana o'sha mashina. Rostdan ham mana shu mashina edi. Lekin buni kim o'g'irlaganiga tushunmadim. Bu o'zi eski mashina edi, yurmasdi ham hattoki. Yurmasa bu yoqqa qanday olib kelib tashashdi? Bilmadim, menimcha evakuator chaqirganmi, nimadir qilgan xullas. Yoki haydashga uringan, zaman qilgan, keyin haydagan topgan, bu yoqqa avariya qilib yuborgan, yurmay qolgan mashina. To'g'ri. Yurmay qolgandan keyin avariya qilgan. O'zi bu yura olmaydigan mashina ekan-ku. Shunaqa. Qarochi, hozir men bu narsani o'rganishim kerak. Ya'ni hujjat bayonnomalar tuzib, har xil ekspertiza ishlarini olib boramiz, bilmayman. Shunaqa qilasizmi? Qarochi, o'zi bilasizda, bu mashina sizdan bo'lsa, realni demak, buni hozir egasini izlab o'tirish kerak yo'q, egasi sizsiz. To'g'ri, egasi men, lekin buni o'g'irlaganni topish kerak. Qanday sen topaman? Ya'ni men topishim kerak, sen emas. Qanday sen topasiz? Endi senga aytaman-da, sen topasan. Hozir aytdingiz-ku, men topaman deb. O'shani sen topsang, men topmagan bo'laman. Ya'ni sen tezroq topasan, men topmayman, tushunyapsanmi? Tushunyapman, mayli. Buni nima qilay? O'tib kelasan ko'l ustidan, bu o't olar. Tushunarli. Siz ketdingizmi? Men ketdim. Qarochi, topsang, topib menga aytib bor.
mayli, qanaysiga buncha baland sakradi bu brat. Demak, buni oyog'ini tagida qanaqadir sakraydigan apparati bormi, xullas shunaqa nimadir bor ekan. Tak, menga o'zi bu narsani kerak yo'q edi, chunki chekdan o'tib borsam bo'ladi. Mana o'tib keldim sirasi. Ko'ryapsizmi brat? Men o'rganyapman bu narsani, ko'ryapsizmi? Zo'r, sen zo'rsan, sendan zo'r yo bratishkam. Ko'ryapsizmi? Rasmim chizib tashlayman olsangiz ko'l ustiga. Bo'pti, davay, tezlash bu yoqqa kel. Mana boryapman, lekin qanisiga aniqlaymiz bu mashinani o'g'irlagan, короче, kim bo'lsa ham o'g'rini. Bilmadim, xullas sen izlanib ko'rayotganini qil. Mayli, izlanib ko'rish kerak bo'lsa izlanib ko'raman. Topsang keyin menga xabar qil, tushundingmi? Tushunarli. Hozir men bu o'simliklarni sizga qaytarib berishim kerakmi shunda? Xohlasang ber, xohlamasang berma. Unda xohlamadim. Mayli, xohlamagan bo'lsang. Xullas ketdik bu yoqdan. Qayoqqa boramiz? Ofisga borish kerak, hujjat qilish kerak. Tushunarli. Lekin bu yoqni yaxshilab kuzatish kerak edi menimcha, chunki agar o'g'ri rostdan ham mashinani tuzatib haydagan bo'lsa, tuzatgani uchun ham kelib turib mashinani olib ketishga harakat qiladi. Yo'q, menimcha u mashina o'zi yurmas edi, itarib olib kelgan, nimadir qilgan. Qanaysiga itarib keladi? Shuncha joyga itarib kelib turib avariya qilmasa kerak. Boshida avariya qilgandir, ko'tarib kelib turib. Yo'q, qanaysi ko'taradi? Itaradi deb turganingiz hozir. Ko'tarish bilan itarish nima farqi bor? Ko'tarish ko'tariladi, itarish itariladi, tushunyapsizmi? To'g'ri. Lekin menimcha uni itarishgan. Itarishgan, chunki o'zi ham itarilganda dabdalasi chiqib yotibdi-yu. Shunaqa, xullas. Короче, men hozir hujjatlarni to'ldirib chiqaman. Sen esa borib kim qilganini aniqlashga harakat qil. Mayli. Lekin qanday aniqlashimdan mayli nimadir qilaman, короче. Bo'pti janob. Lekin qanday aniqlash mumkin janob? Obunachilar, janoblar demoqchi bo'pman. Obunachilar, sizlar bilsanglar agar kommentariy yozinglar, kim o'g'irlab ketgan bo'lishi mumkin. Meni o'zimda o'ylashim bo'yicha qandaydir jetil o'g'irlagan bo'lishi ham mumkin yoki kim o'g'irlagan? O'rmonda menimcha hech kim yashaymi? Aytgancha, o'rmonda manyak yashaydi-ku. Balki manyak o'g'irlagandir. Yo'q, manyak mashinani nima qiladi? Agar mashina kerak bo'lganda manyakka boshqa narsa qiladi. Ya'ni kelib turib haydab yurardi. U borib birdan rasvosini chiqazib qo'ygan. Menimcha uni manyak qilmagan. Xo'p, ana endi uxlasam ham bo'laveradi. Biroz dam olmasam bo'lmaydi o'zi. Juda ham charchadim to'g'risi.